İsmim Nigora, Bektemirova mas'uliyat cheklangan jamiyati ta'sischisiman. 13 yildan beri uzluksiz buxgalteriya sohasida ishlab kelaman. O'zimni ikkita outsourcing firmam bor. Bittasi Yangiyo'l shaharida, ikkinchisi Yunusobod tumanida. Men Implus'ga 2024-yil kelganman, 1S o'qiganman. 2025-yilda Glavbuxda o'qiganman. Hozir 26da yana qayta Glavbuxga va soliq eksportiga yozilganman. Oldinma ketin boshlanadi darslar xudo xolasa. Buxgalterlar doimiy malaka oshirish kerak, doimiy o'qish kerak, izlanish kerak. Sababi doimiy bizda har yili qonunchilikda o'zgartirishlar kiritiladi. Qonun o'zgardi degani buxgalter xabardor bo'lishi shart degani. Kursga kelishdan oldin soliq kodeksini umuman tanimasdim. Nalog xodimlari bilan, soliq xodimlari bilan tortisha olmasdim. Bo'tga kelishimga o'zi maqsad qo'yganman kelishdan oldin. Endi mana shu soliq xodimlari bilan vesti bir xil qilib olish maqsad bo'lgan menda. Chunki ular telefon qilishardi. Xo'p, hozir ko'rib chiqib yuboraman sizga yoki qo'rqib turardim. Voy, ko'rmay qolman deb qilganingizni kecha qiluvmidingizmi shunaqa edi. Xursand bo'laman. Mana shu o'qib malaka oshirgandan keyin soliq xodimlari bilan bemalol shu kodeks asosida tortisha olamiz. Implus akademiyasi tadbirkorlarning haq-huquqini talashishni o'rgatadi.